O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 386-moddasiga muvofiq agar xodim tegishli mutaxassislik bo'yicha misol siz bakalavrda bo'lgansiz, yana bakalavrda o'qisangiz, ya'ni sodda qilib aytsak, o'sha ikkinchi mutaxassislikka o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga demak 385-moddada nazarda tutilgan kafolatlar taqdim qilinmaydi. Ya'ni hushyor bo'linglar. Mana amaliyotda ko'p bo'lyapti-da. Mana xodim bakalavr darajasi bor. Bakalavr darajasi borda ikkinchi mutaxassislikka o'qiyapti. Misol xodim pedagogikani tugatgan, endi aytaylik, iqtisod yo'nalishi bo'yicha iqtisodchi bo'lmoqchi, ikkinchi mutaxassislikka kirdi. Bu holatda Mehnat kodeksining 386-moddasiga muvofiq bu xodimga o'sha 385-moddada nazarda turgan o'quv ta'tillari hamda o'sha o'quv ta'tili uchun pul to'lab berilmaydi. Endi bu mutlaqo to'lab berilmaydi degani emas, to'lab berilishi ham mumkin. Qachon? Agar tashkilotning mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarida, misol o'sha ichki hujjatlari, jamoat shartnomasida agar nazarda tutilgan bo'lsa, to'lanishi mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Agar tashkilotda jamoat shartnomasida yoki boshqa biror ichki hujjatida agar xodim ikkinchi mutaxassislikka o'qiyotgan bo'lsa ham o'sha 385-moddadagi kafolatlar to'lab beriladi deyilgan bo'lsa, to'lab berilishi mumkin. Sababi Mehnat kodeksining 13-moddasi bor. Mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, ya'ni o'sha sodda qilib aytsak, tashkilotning jamoat shartnomasi yoki boshqa ichki hujjatlarida qonunda nazarda tutilgandan-da ko'ra ko'proq imtiyozliroq qoidalar belgilab qo'yilishi mumkin. Ya'ni Mehnat kodeksi ikkinchi mutaxassislikka o'qiyotgan xodimlarga o'quv ta'tillari berilmaydi deyapti, lekin tashkilot agar jamoat shartnomasida beriladi desa, bu ham noto'g'ri emas ekan, bersa bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Demak, jamoat shartnomangizda belgilangan bo'lishi kerak yoki bo'lmasam xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasida ham ko'rsatib o'tilgan bo'lishi mumkin. Yoki ish beruvchi va xodim kelishib, alohida bitta qo'shimcha kelishuv tuzib, bo'pti, sen ikkinchi mutaxassislikka o'qiyapsan ekan, men mayli shu o'quv ta'tilini beraman, lekin bitirganingdan keyin menga ishlab berasan deb alohida qo'shimcha kelishuv tuzib qo'yilishi ham mumkin ekan. Endi bu ish beruvchi ham rozi bo'lish kerak-da bunga. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, agar siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida yoki tashkilotning ichki hujjatlari, misol jamoat shartnomangizda yoki agar ish beruvchi qo'shimcha kelishuv tuzishga rozi bo'lmasa, bu holatda sizga demak ikkinchi mutaxassislikka o'qiyotgan bo'lsangiz, o'quv ta'tillari hamda o'sha o'quv ta'tili uchun pul berilmasligi to'g'ri hisoblanadi.